Hozir men shunaqa garshuk oldim. Bu garshukka nima? Yo'rg'alab o'sadigan atirgul borki, tepaga qarab ketadigan. Ana shunaqa atirgulni uni bilmayman qanaqa, shunaqa atirgulimiz bor. Ana shunga o'tkazaman hozir. Joy yaxshi emas, hozir ko'rsataman sizlarga, buni to'ldirib olay. Ko'rsataman. Go'ngni to'ldirib keldim. Naqa qurtchali ham bu. Begimiz shu uchun yaxshi-da. Ana uxlab yotibdi bular. Katta qurt bular xo'la. Ana shu atirgulimiz. Cho'pcha suqib qo'yaman. Cho'plarni olib tashlab, buni joyini almashtiraman. Uyg'onish boshlagan buni. Bularni olib tashlash kerak-da. Keyin yangi joyga olaman. O'tgan yil gulladi. Bu tepagacha ketib bog'lasangiz, bu juda ham chiroyli bo'lib gullaydi. Buni bizga joy yaxshi emas. Buga joy qilib esa bu bir juda ham asalcha bo'lib gullaydi bular. Juda ham baland bo'lib ketadi-da. Sharoit qilib berish kerak. Necha yil sheri ana shunday qo'ysangiz, shunday o'smay turadi. Qachonki buni bog'lab qo'ysangiz, o'sib ketaveradi. Ko'rsataman yana sizlarga hozir. Nima qilyapman, nima qo'yapman, hammasini ko'rib borasizlar nasib bo'lsa. Ish quroling so'z bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Ish qurolimiz maydacha mana. So'z emas, mashaqqatimiz juda ko'p bo'ladi. Sizlarga buni o'zi kavlayman, bir qo'lga videoga olib, anaqa qilish juda ham qiyin. Men yangi nasib bo'lsa qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Mana o'tgan yil ana shunday chirinka qilgan edim. Shuni suqib qo'ydim, chirinka ham qanday shunday kesuvdim. Shunday kesganman, ana shu paytlar shuni suqib qo'ydim. Hammasi olganman, bexato. O'zim shunga ana pochka nimachasi ko'rinibdi. Hammasi bexato olgan. Juda ham biyog'laga ham aytganman. Hammasi. Ko'karibdi, yana ko'rsataman hozir buni. Olib nimaga o'tkazaman, tuvakimga o'tkazaman. Yana sizlarga ko'rsataman. Ana buni maslahat beringlar, qani bunga qanday qilish kerak buni? Qanday buni baland qilib ko'tarish kerakmi, nima deysizlar? Maslahat beringlar azizlar. Qozib kavlab oldim buni, tomirchasini. Endi zarar bermadimmi, berdimmi bilmadim. Ko'ramiz. Natijani sizlar bilan ko'rsataman, bo'lishaman albatta. Kavlab oldim banihoyat. Juda ham yer chaga yaxshi emas ekan. Hozir tuvakka o'tkazdim. Ko'ramiz. Tuvakka o'tkazaman, yerga o'tkazaman. Ikkilanaman. Tuvakka mojib uchib ketadimi deb o'ylayman, chunki bizga juda ham qattiq shamol bo'ladi. Maslahat nima deysizlar? Maslahat beringlarchi. Joyini qozib oldim. Nasib bo'lsa o'z eka olaman. Bitta qo'lga ko'rsatmayman-da, qozib ko'rsataman sizlarga. Azizlar, tuvakdagi yerga ekishga qaror qildim. Yerga ekdim. Nasib bo'lsa, bunday xamitga tortaman. Xamitga tortsam, arkachamni yopalar nasib bo'lsa bir yilga. Allohim o'zi qo'llasin, bandam desin, olib ketsin, amalga kirsin. Iloyim gururlab ketsin atirgulcham.